Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan ko'rayotgan teletomoshabinlar, Arzonchi aka fermasiga keldik. Xudo xolisa Arzonchi akaning fermasida bozor qattiq bo'lyapti. Samarqand, Qoraqalpoq, Xorazm, Qarshi, Buxoro hamma yoqdan kelishgan. Kevrasizlar sizlar ham hurmatli akalarim. Mollarni dodalari kelgan. Voy joning sog' bo'lgur. Hammaga mana mol ortgani kutishyapti. Kevrasizlar hurmatli akalarim. Bir-biridan go'zallar kelgan. Endi hozir narx eshitishga ozgina vaqtimiz yo'q. Prosta mollarni bir ko'rsatib o'tamiz. Mana birinchi qoringa gibrid degan variantlarda. Joning sog' bo'lgur. Mamalarni qaranglar. Mamani qaranglar hurmatli akalar. Mana ana mol. Joning sog' bo'lsin. Kevrasizlar hurmatli akalarim. Mollarni chempionlari Arzonchi akada. Arzon narxlarda. Voy joning sog' bo'lsin. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Voy aka, siz qayerdan keldingiz? Qalay mollar aka? Cho'tkimi bo'l, barakasini bersin. Qayerda sog'voq qo'lingga poriladi. Joning sog' bo'lsin. Bo'lani qarang. Ha, Parizda doda, bozor chaqqanu. Hey, yashang. Yashang aka. Kevrasizlar, hurmatli aka ukalar. Mollarni zo'rlari o'zimizda. Joning sog' bo'lsin. Eston degan joylarida. Qoraqalpoq, Samarqand, hammalar kelaveringlar. Xudo xolsa hamma yoqqa mol sotamiz. Mana birinchi qorin Estonlardan. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaveringlar. Bedanan sayroqqa tekin. Ha joningni. Molla serob yana kelyotibdi yo'lda. Xudo xolsa bugun soat 4 ga dodalari krasniy poyezdrarga kirib kelyapti. Voy joning sog' bo'lsin. Tuf bo'ylaringdan mashalloh. Sog' salomat bo'linglar, hurmatli akalarim. Kevaringlar, mol sizlarga ham yetadi, ortib ham qoladi. Layklarni bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar. Tez kelgan xabar nimalardan xabardor bo'lib turasizlar. Chorva House dan birinchi qaz beraveramiz. Sog' salomat bo'linglar.